Deri az qilyapamdi. Yosh turibla chechingiz oqarib ketib baramdi. Ansirmang, bu yerlik usulni cho'qim sinab beqing. Aldı bilan eskartib qo'yadiganimiz, bu usulni qo'llanib nurg'ulg'an kishilarning oq chechi qaradigan hamda quyuq chach chiqqan qadimgi sinoqdan o'tgan usul. Aldı bilan 1-2 tal piyozni cho'ng-cho'ng qilib to'g'rab olamiz. Buningga 5-6 tal oqlangan samsaq ham bir parcha sinjang'i selib ezish mashinasida ezib olamiz. Agar ezish mashinasi bo'lmasa, pichoq bilan ushoq chinab essakmi bo'ladi. Buni ezib bo'lgandan keyin bir qachaga olamiz. Uning ustiga tayyorlab olgan bir tuxumning serig'ini selib toza aralashtiramiz. Andan ustiga bir qo'shiq zaytun yog'i selib aralashtiramiz. Zaytun yog'i bo'lmasa, abjashma, ya'ni quyruq mayi solsaqmi bo'ladi. Obdan aralashtirib bo'lgandan keyin chachqi surkab 1 soat turg'izgandan keyin yuvib etamiz. Bir haftada 2 qatim ishlatsak bo'ladi. Buning unumi ajoyib qaltis bo'lib, ishlatib 2 hafta atrofida unumi ko'rilib, oq chachlar qaradashqa boshlaydi. Chach tushishni to'xtatib chach chiqaradi. Bu usul